Hürmetli vatandaşlarım, leksimizi devamlaştırıyoruz. Shinzo Abe bir grup adamlarına başlap Mongoliyaga ziyaret geldi. Kan etişten başka yana nima ish qiladi? Mavzuli xabar 10 ayning 22 kun Van Vitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe yana diplomatik safarini boshladi. 10 ayning 22 kunidan boshlab Shinzo Abe Mongoliya, Qozog'iston qatorliq 5 bayroq tikilgan O'rta Osiyodagi 5 davlatni ziyorat qildi. Yaponiya matbuotlari mundaq ko'rsatdi. Yaponiyaning yana bir nafar vaziri O'rta Osiyoni ziyorat qilib 9 yil o'tganda, bu qatim vazir Shinzo Abening O'rta Osiyoni ziyorat qilishi yoki tunji qatim ziyorat qilishidir. Vazir Shinzo Abening O'rta Osiyo davlatlarini ziyorat qilishi moddiy boyliqlar bilan ta'minlashni qo'lga keltirishni ko'p manbalashtirish. Yani yeraltı baylığı ve başka baylıklar bilen təminləşni, Yaponiyani təminləşni köp mənbələşdiriş. Qolga keltirishdən ibarət. Oxşaşlı O'rta Asiyoda ta'sir kuchini kengaytmoqchi bo'layotgan Junguni cheklash. Oxşaşlı O'rta Asiyoda ta'sir kuchini kengaytmoqchi bo'layotgan Junguni cheklash. Belki Yaponiyaning O'rta Osiyodagi mavjudligini yuqori ko'tarishdan iborat. Demak, Yaponiyaning vaziri Shinzo Abening bu qatim O'rta Osiyoni ziyorat qilishi biri moddiy boylik izlash va uning ko'p manbalalashtirish, Yaponiyani ta'minlashda. Ikkinchisi, kun sayin hozir O'rta Osiyoga kengayib kirayotgan, singib kirayotgan Jungoning kengayishini cheklash. Yaponiyaning TBS televiziyasi 22 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Shinzo Abe aeroplanga chiqishdan burun mundaq dedi. O'rta Osiyo Osiyoning markazidir. G'arb bilan sharqni tutash turadigan muhim nuqtadir. Yer shariga nazar tashlaydigan bo'lsak, geopolitik siyosatda O'rta Osiyoning o'rni intayin zo'r ve intayin muhim. Geopolitik siyosatda aytganda O'rta Osiyoning o'rni intayin muhim deydi Shinzo Abe aeroplanga chiqishdan burun.